Toshkentdagi chitir-chitir somsa Navoiyda ham ochilganini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Manzilda adashmasligingiz uchun hozir aytib o'tib ketaman. Yangi bozordan Saksonga qarab kelaverishda Esmirod Dentani oldidagi yo'ldan burilamiz. Klinika orqasidagi eski Fayzobod to'yxonasida joylashgan. Chitir-chitir somsani Toshkentda bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bunaqa somsani boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. Mazasiga gapir. Bekorga chitir-chitir somsa emas ekan. Bu yerda faqat somsa emas, shashlikni har xilidan, sho'rva, lag'mon, kefsi, vag'orijis, go'ja, ayron, kompotlar, domashniy pirojnilar, sabzavotli somsalarni ham buyurtma berishingiz mumkin. Siz uchun maxsus somsa tayyorlanish jarayonini ham ko'rsatamiz. Bukilishiga alohida e'tibor bering, ichiga ham sarxil va halol go'sht qo'shilar ekan. Ishonchli va mazali somsalarni aynan chitir-chitirdan topasiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, mana bu go'shtli somsalar 12 ming, bu kartoshkali somsalar esa 6 ming so'm, kartoshka go'sht aralash somsalar 8 ming so'm, tovuqli somsalar esa 8 ming so'm. Bu yerda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Quyidagi raqamlarga bog'lanib buyurtma qilsangiz ham bo'ladi.